إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugun biz 46-chi cho'ng gunoh, falchi va munajjimlarning so'zlarini tasdiqlashning cho'ng gunoh ekanligi haqida to'xtalib o'tamiz. Aziz qarindoshlar, qanchilgan insonlar bor, mu'min musulmonman deb turib, ba'zi bir ahvollarda falchilarning, ramchilarning, daxanlarning oldiga boradi. Mana bu narsa islom dinimizda nihoyatda qattiq tanqid qilingan ishlardan biridir. Ularni bir narsani biladi, yo'qolib ketgan narsamni tepib beradi yoki mana hech doktorlar ham saqaytanmayotdi, mana shu kasalni saqaytib beradi. Azroq bo'lsa ham uning yordami tegadi. O bir narsalarni biladi deb mana shundoq falchilarning, daxallarning oldiga boradigan ba'zi bir insonlar bor. Ming afsuslar bo'lsinki, bu orqali ular cho'ng gunohlardan birini sodir qilgan bo'ladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu darsimizda biz ana shu insonlarni mana bundaq yo'ldan qaytarish uchun sizlarga Qur'on va hadisdan keltirilgan dalillar orqali tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Alloh taolo Qur'oni Karimda Isro surasining 36-oyatida mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula dedi. Bilmaydigan narsanga agashma dedim. Haqiqatan ham quloq, ko'z va dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinsizlar dedi. Yani bu hamma a'zolarninki o'zining mas'uliyati bor. Qo'lning ham mas'uliyati bor, quloqning mas'uliyati bor, ko'zning mas'uliyati bor, dilning ham mas'uliyati bor. Bularning hammasidan qiyomat kunida savol so'roq qilinamiz. Qo'lni qandoq yo'lga ishlatdi? Oyoq bilan nalarga mangdi? Qayerlarga mangdi? Qayerlarga berib keldi? Quloq bilan nimani angladi? Qandoq yaxshi narsalarni angladi, qandoq yomon narsalarni angladi? Ko'z bilan qandoq yaxshi narsalarga nazar soldi va qandoq harom narsalarga nazar soldi? Mana shularning hammasidan qiyomat kunida inson hisob kitob beradi. Shuning uchun Qatada aytdi ekanki, anglamagan narsani anladim demagin dedi. Ko'rmagan narsani ko'rdim demagin. Bilmagan narsani bildim demagin dedi. Bir inson madamiki anlamadimi bir narsani, anlamadim deyish lozim. Anlamagan narsani anladim,
ko'rmagan narsani ko'rdim va bilmagan narsani bilaman deyish bu bakma xato ishlardandir. Chunki bu narsalarning hammasidan inson qiyomat kunida hisob kitob beradi. Va yana Alloh taolo mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahada illa man irtada minar rasul. G'aybni bilgichi yolg'iz Allohdir. Bu g'aybni Alloh hech kimga bildirmaydi. Bu g'aybidan Alloh taolo hech kimni xabardor qilmaydi deydi. Amma man irtada minar rasul. Amma payg'ambarlarning ba'ziga Alloh taolo o'zining mana shu g'aybi ilmini bildirdi deydi. Shuning uchun u jinlar, u ramchilar, palchi, dahallar buni biladi degan mana bu narsalarning hammasi quruq gapdan iborat. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi va shuning bilan birgalikda Alloh o'zi xohlagan payg'ambarlarning ba'zisiga mana bu g'aybi ilmining ba'zi bir qismini bildiradi deydi. Shuning uchun ular bir narsani biladi deb, ularning oldiga borib, ulardan yordam tilab, "Ma narsam yo'qolib ketdi, teppagin, qo'shnam o'g'irlayaptimi, kim o'g'irlayapti, nim bo'pti, qayerda ekan, nada ekan" deb mana shunday narsalarni bilish uchun daxallarning oldiga berish bakmi cho'ng gunohlardan biri, aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundaq narsalardan o'zimizni uzoq tutmog'imiz lozim. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam" dedi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Kimki ramchining yoki palchining oldiga borsa va uning deganlarini berib va uning deganlarini tasdiqlaydigan bo'lsa, shak shubhasiz u inson Muhammad alayhisalomga nozil qilingan narsaga kufr keltirgan bo'ladi deydi. Muhammad alayhisalomga nozil qilingan narsaga kufr keltirgan bo'ladi deydi. Yana ana shundoq dahanning oldiga borib, "Voy rost bu bilar ekan, voy bu to'g'ri gap qildi, buning degani rost chiqdi" deb ashlarningki so'zini tasdiqlaydigan bo'lsa inson, bu inson payg'ambar alayhisalomga nozil qilingan narsaga kufr keltirgan bo'ladi. Bu bakmi cho'ng gunohlardan biri. Madamiki qandoq inson mana shundoq ishlarni sodir qilgan bo'lsa bilmasdan darhol tavba tazarruq qilib Allohga tavba istig'for aytishi va bundoq joyga aslo bormasligi lozim, aziz qarindoshlar. Zayd ibn Xolid Juhani radhiyallohu anhu mundaq deydi: Kunlarning birida payg'ambar alayhisalom bizga bomdod namozini o'qib berdi deydi. Ya'ni kechasi ozg'ina yomg'ir yog'ib to'xtagandan keyin kunlarning birida payg'ambar alayhisalom bizga bomdod namozini o'qib berdi deydi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin insonlarning oldiga kelib mundaq dedi deydi: "Hal tadruna maza qala rabbukum" dedi. Ey sahabalarim, bilamsizlar Parvardigoringlar nima deganligini bilamsizlar deb so'radi payg'ambar alayhisalom sahobalardan. Shunda sahobalar aytdikanki, "Alloh va rasuluhu alam" dedi. Allah va uning payg'ambari bilguvchiroqdir dedi. Biz bilmaymiz, Allah va uning payg'ambari biladi dedi. Qala, shunda payg'ambar alayhisalom aytdikanki, Alloh taolo mundaq dedi. Asbaha min ibadi mu'minun bi va kafirun. Alloh taolo mundaq dedi: Mening bandalarimdan ba'zilari menga iymon keltirgan holatda tong atqizdi va ba'zilari menga kufr keltirgan holatda, ya'ni kafir bo'lgan holatda tong atqizdi dedi. Fa amma man qala, amma kimki aytsa, mutirna bi fadlillahi va rahmati fadalika mu'minun bi va kafirun bil kawakib. Amma
kimki Allohning fazli karami va rahmati bilan bizga yomg'ir yog'di desa, u menga iymon keltirgan bo'ladi va yulduzlarga kufr keltirgan bo'ladi dedi. Va amma man qala va amma kimki aytsa mutirna binawi kaza va kaza. Mana bu yulduz tufayli bizga yomg'ir yog'di. Ya'ni yomg'irni mana shu yulduz yog'di deydigan bo'lsa, fadalika kafirun bi mu'minun bil kawakib dedi. U inson menga kufr keltirgan bo'ladi va yulduzlarga iymon keltirgan bo'ladi dedi. Mana shuningdan bilib olishimiz kerakki, yomg'irni yog'diradigan narsa u bulutlar, yulduzlar emas aziz qarindoshlar. Ana shu yomg'irning yog'ishiga sabab bo'ladigan narsa u. Ammo aslida yomg'irni yog'diradigan zot Alloh taoladir. Yomg'irni to'xtatadigan zot Alloh taoladir. Shuning uchun mana bu yomg'irni mana shu bulut yog'dirdi deb nima qiladigan bo'lsa, inson kofir bo'lishi mumkin va murtad bo'lishida hech qanday shak yo'q dedi. Ammo yomg'irning yog'ishining alomati mana bu bulut deydigan bo'lsa, u inson ammo aslida yomg'irni yog'diradigan zot Alloh taoladir deydigan bo'lsa, u inson Allohga iymon keltirgan holatda mana shu nimalarga, bulutlarga, yulduzlarga kufr keltirgan holatda bo'ladi. Shuning uchun g'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. G'aybni biladigan zot Alloh, hatto jin shaytonlar ham g'aybni bilmaydi. Ana shu Sulaymon alayhisalomningki qissada qaraydigan bo'lsak, Sulaymon alayhisalom hammamiz bilamiz, Alloh taoladan talab qildi ekanki, menga shundoq bir podshohlikni berginki, ey Robbim, hech mendan keyin hech kim bundoq podshohlikka ega bo'la olmasin dedi. Shu sababdan Alloh taolo nihoyatda cho'ng podshohlikni Sulaymon alayhisalomga berdi. Hatto ba'zi bir hayvonlarning rizqini ham Sulaymon alayhisalom beradi. Shamollarni, ba'zi bir narsalarni ham Sulaymon alayhisalom boshqaradi. Hatto jin shaytonlarni hammasini ham Sulaymon alayhisalom boshqaradi. Kunlarning birida Alloh taolo Sulaymon alayhisalomning jonini qabz qilgandan keyin, agar shu jin shaytonlar agar haqiqatan ham g'aybni biladigan bo'lsa, Sulaymon alayhisalomning huzurida xor bo'lib, og'ir emgaklarni qilmagan bo'ladi. Darhol ketgan bo'ladi. Ya'ni Sulaymon alayhisalomning vafot bo'lganligini ham hatto shu yerda ishlab turib bilolmadi. Hatto ana shu Sulaymon alayhisalom vafot bo'lgan holatda bir hassiga tayangan holda o'tirib qolgan holatda edi. Keyin oxiri bir qurut mana bu hassini yeb oxiri hassi sungandan keyin Sulaymon alayhisalomning yiqilganligini bilib, o'lganligidan xabar topdi. Mana shuningdan bilib olishimiz kerakki, aziz qarindoshlar, u daxonlar, u palchilar aslida hech narsani bilmaydi. Og'ziga kelgan gapni jo'laverdi. Shu gaplarning ichida uning orasida birsi rost chiqib qolishi mumkin. Bu orqali u insonni o'ziga ishontirib oladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz nima bo'lishidan qat'iy nazar mana bundoq daxonlarning oldiga, palchilarning oldiga hargiz bormasligimiz lozim. Ulardan hazar aylamag'imiz lozim. Ularning yomonligidan Allohdan panoh tilamag'imiz lozim. Shuning uchun aziz qarindoshlar, haqiqiy mu'min musulmon bo'ladiganmiz, biz Alloh taolo ko'rsatgan dag'dam yo'lda mangishimiz va payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan yo'lda mangishimiz lozim. Madamiki biz Qur'on va sunnatning yo'lida mangadiganmiz, hech qachon adashmaymiz va oxir oqibatda Alloh taolaning roziligiga erishimiz. Alloh taolo hammamizni islomda, iymonda sabit qadam qilsin. O'zining xolis bandalaridan qilmoqligini so'rab, Allohga duo qilib qolamiz. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr, aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. My Lord, my
sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble